HP Cargo'ga xush kelibsiz. Keling, Expeditor akkauntini ko'rib chiqamiz. Ilovamizda Expeditor akkaunti kimlar uchun? Expeditor akkaunti logistlar, dispetcherlar va ekspeditorlar uchun. Ilovamizda Glavniy, poyezd qidiruv, razmestits e'lon berish va profil. Glavniyda ko'rganlaringizdek barcha yuk e'lonlari va barcha yuk mashina e'lonlari keladi. Kartochka bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, Ibragim post qiluvchi Smolensk, Rossiyadan Andijon, O'zbekistonga 2800 km 1-may kuni refer ekan 22000 tonna. Ob'yom berilmagan, narxi dogovorniy. Agar sizga shu yuk kerak bo'ladigan bo'lsa yoki istalgan yuk bossangiz Telegramga o'tadi. Va siz to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqib ushbu yukni dogovor qilib olishingiz mumkin. Yoki telefon bo'lishi mumkin. Misol uchun telefon tariqasida mana telefon raqami berilgan bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Agar kartochkani ichiga kiradigan bo'lsak, to'liq batafsil ma'lumotlar berilgan bo'ladi. Opisaniyada mana tayyor berilgan, aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Demak, сейчас, ya'ni hozir qo'yilgan yuk, bizning yuklarimiz va yuk mashinalarining sortirovkasi bu qachon qo'yilganiga qarab ketadi. Misol uchun bir nechtasi сейчас, mana 2 minut oldin qo'yilgan, eng yangi yuklar yuqorida bo'ladi. Keling endi qidiruv bo'limiga o'tamiz. Demak, logistlar ham yuk izlashlari, ham mashina izlashlari mumkin. Qidiruv tizimimiz tezkor qidiruv va kengaytirilgan qidiruv bo'yicha ishlaydi. Keling, bir misol tariqasida qidirib ko'ramiz. Misol uchun, Tula Rossiyadan istalgan joyga boradigan yuklarni qidirib ko'ramiz. E'tibor berganingizdek 7 ta natija chiqdi. Tuladan Toshkentga, Tula Toshkent, Tula Samarqand, Tula Taman. Demak, agar sizga ko'proq kerak bo'ladigan bo'lsa, radius qismimizda 200 qilamiz, ya'ni Tuladan 200 radius kilometr atrofidagi natijalarni keltirib chiqarib beradi. Demak, e'tibor berganingizdek 133 ta natijalarimiz ko'paydi. Mashina qidiruvi ham xuddi shu tarzda amalga oshiriladi. Misol uchun keling, Samaradan qidirib ko'ramiz. Bitta natijamiz chiqdi, Ostonaga boradigan. Kengaytirilgan qidiruv. Kengaytirilgan qidiruvda siz qayerdan qayerga borishini, radiuslarni, qachon olishni, period eng oxirgi necha soatdagi yuklar ko'rinishini, ob'yom, vez va tip turlarni ham belgilagan holatda filtr qilishingiz mumkin. Keling endi e'lon berish qismiga o'tamiz. Demak, e'lon berish bo'limida logistlar, ekspeditorlar, dispetcherlar ham yuk, ham mashina joylashtirish imkoniyatiga egadirlar. Keling, birinchi yuk joylashtirishni ko'ramiz. E'lon berish bo'limida ham tezkor e'lon va kengaytirilgan e'lon, ya'ni batafsil ma'lumotlarni kiritib turib ham e'lon bersa bo'ladi. Keling, yuk e'lon qilamiz. Yuk e'lon qilishda qayerdan qayerga borishi aniq berilishi kerak. Samarqanddan Dushanbe, Tojikistonga boradigan yuk e'lon qildingiz. Tezkor e'lon bo'ldi va xuddi shu yo'nalishingizga mos mashinalar bo'lsa, dasturning gruzovikida paydo bo'ladi. Agar siz ushbu ma'lumotni redaktor qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu knopkani bosgan holatda qo'shimcha ma'lumotlarni kiritib ham saqlash imkoniyatiga egasiz. Kengaytirilgan e'londa barcha ma'lumotlarni kiritib yoki qaysi ma'lumotlar zarur bo'lsa, o'shalarni kiritib e'lon berishingiz mumkin. Demak, ushbu qo'yilgan yukimizni Glavniydan qidirib ko'ramiz. Mana Samarqand, Dushanbe, Tojikistonga boradigan yuk e'loni birdan chiqdi. Сейчас hozir o'zida qo'yilgan kontakt ustiga bossak, qo'yilgan telefon raqami. Agar siz bu holatda kontaktdagi telefon raqamni Telegramga o'zgartiramiz. Bizning profilimizga Telegram berilmagan ekan. Telegramimizni username yoziladi. Misol uchun nick qilib qo'yamiz va saqlanib qilamiz yukni. Foydalanuvchilarga yoki yuk izlovchilarga sizning kontaktingiz Telegram orqali ko'rinadi. E'tibor berganlaringizdek, yukimiz uje pastga o'tib ketibdi. Ancha ko'p post bo'lgani uchun keling maxsus qidiruv orqali qilib ko'ramiz. Mana Expeditor Samarqanddan Dushanbe, Tojikistonga. Mana Telegramga o'tdi. Xohlasak Telegram, xohlasak telefon nomer. Shu orqali bog'lanishadi. Yuk mashina joylashtirish ham xuddi shu tarzda amalga oshiriladi. Tezkor e'lon berish va kengaytirilgan e'lon berish. Bir nechta yuklarni bir vaqtning o'zida joylashtirish imkoniyatiga egasiz. Keling endi yukni batafsil ma'lumotlar bilan to'ldirib chiqamiz. Misol uchun ob'yom 10 kubometr, og'irligi 15 tonna. Data dastavka 10-kuni dastavka qilamiz. Nomer zaявка, misol uchun qanaqadir zaявка nomer bo'ladigan bo'lsa qo'yishingiz mumkin. Tovar va xizmatlarimiz, tovar nomini kiritishingiz mumkin. Paxta, bug'doy, taxta, любой narsa, narxini kiritishingiz mumkin va tipini kiritishingiz mumkin. Tentovka, rifat, o'zingizga ma'qulini tanlab, polniymi, zborniymi, uni ham tanlashingiz mumkin. Ismingizni kiritishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlarni ham berishingiz mumkin. Va shu orqali siz yuk post qilib yoki mashina post qilib ishlashingiz mumkin. Keling endi profilga o'tamiz. Profilda bir qator so'znomalar mavjud. Akkaunt egasining so'znomalari, kompaniya informatsiyasi, kompaniya ma'lumotlari, sizning kompaniyangiz ostida kimlar ro'yxatda o'tgan, kommentariy berish imkoniyati bor. Oplatalaringiz bo'yicha siz e'lon qilgan mashinalar mana bu yerda chiqib turadi. Qutlov и confidentialность va yordam bo'limi. HP Cargo juda oson va qulay.